chiqdik biza. Biza hozir xotin aka bilan Panda Express yeyishga ketyapmiz. Zavtraga Panda Express yemoqimiz keldi. Kamerani mana bu yerga qo'yishim kerak, bir balo qilib. O'zi yerda turdi. Shuni sug'urib oldim. Biza keldik. Men samodelga tayoqchani sindirib qo'ydim. Mana bu tayoqcha yasadim o'zim bilan, telefonkani to'g'rilab, ebaksitmi nimadir kilar bilan yasadim. Egri yasaganman, egri qotirganman, gorizont bunday bo'lib qolyapti. To'g'rilaman dedim, sinib ketdi. Qo'ldan syomka qilamiz, ha. Biza Fashion Island degan targov sentrga keldik. Keyin ittalandan mashin kim qancha, parkovkalar bo'sh emas, to'la parkovka hamma joy. Alamini birinchi marta o'qib mazza qildim-da. Shunaqa magazindan bor ekanmi deb. Mashina o'tirib aqodimiz hozir. Instagramda storiesda qo'ydim, ko'rdingizmi yo'qmi? Bu kitayskiy Panda Express juda ham populyarni. Ovqatlar mazali, damashq ovqatcha. Burger emas-da, ximikat emas. Yaxshi ovqatchalar mana. Terib qo'ygan har xil ovqatlardan. Mana bu chow mein degan lag'monmi, nima deydi? Lag'monni yeymiz. Keyin tovuq go'shti. Mol go'shti ekan bu to'g'ri. Ovqatcha obzori. Makaron, mol go'shti, ikki xil mol go'shti. Makaron, tovuq, u ham tovuq. Bitta kola, bitta suv. Mana shu hammasi $35. $34 nechi sent. Yoqimli ishtaha, bizlar ham, sizlar ham. To'g'ri biz ovqatchani yedik. Bachalar ham saboy qilib oldik. Дополнительно yana oldik. Hozir bitta kitob magaziniga kiramiz sizlar bilan. Kitoblar ko'ramiz. Keyin uyga. Tak, mana bu katta kitob magazin, kataliga qaranglar. 2 etaj, ikkinchi etaj ham mana shuncha kitob magazin. Biza, по-моему, ikkinchi etaj chiqamiz. Detskiy kitob kerakmi? Biza qizimga kitob olmoqqa keldik. Qizim juda ham kitob yaxshi ko'radi. Kitob o'qidi. Darajaga yetgan, vaqtdan qo'yish kerak. Kitoblarga qaranglar. Vay. Detskiy ikkinchi etajda. O safar keldik. O'zim ham kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Vaqt yo'qdi hozir. Qamoqda o'tirganda zo'r bo'ldi-da. Kim qancha kitob o'qib oldim. Vaqt VIP edi. Yeb tanilazmi buni? Xolajon tanilazmi? Bu nima bu? Obamani xotini. Bir xilla meni eri dedi. Hatto bu bitta bor ekan bu yerda. Bu ham kitob yozadi bular. Prezidentlikdan ketadiki bular. Mana shular hammasi kitob yozadi. Hozir Bayden ham yozgan kitob. Hammasi kitob yozadi bular. Mana bular Drakon hammasi ishida mana Wings Fire. Mana buni qizim hammasini o'qib bo'ldi, pashti hammasini o'qidi. Bu seriyasi bu, bilmay ichida bir 10-20 ta kitob bor, adashmasam, hammasini o'qib bo'ldi qizim. Drakon jinnisi. Meni qizim Drakon jinnisi. Drakon haqida hamma narsa o'qidi. Kitobga tiqilib o'tibdi. Lekin imminda bizlarga kerak bo'lgan kitob topmadik. Amazondan topdik, Amazondan zakaz qilamiz. Bu yerda yo'qdi. Imminda o'sha seriyasi yo'qdi. Qolganlari bor, o'shanisi yo'qdi. Fizический kitobga kelmaydi baribir. Men telefonimda, planshetimda 1000 talab kitob bor. Litres degan приложение bor. Bilasizlarmi, yo'qmi? Litres degan приложение подписка qilganman. O ichida necha yuz mingtami, millionta kitob bor. Xohlasangiz o'qisizlar, xohlasangiz audio format ishlasizlar, Litres. Lekin fizический qo'lingizga olib varaq o'qish bar boshqa narsa. Planshet, chetalka, qolgan hammasi kopeyka. Eng zo'ri kitob, original kitob. Qolgan kopeyka. Ovqat qo'ydik o'ya. Qorin to'yg'azdik. Qilayotgan ish biz endi bitta zapravka qilamiz va ishga chiqamiz to'g'ri. Mashina benzin kam qolgan. Benzinlar biz narxi bir 10% tushdi-da, примерно, kattagina. Atak qimmat. O'z Kaliforniya o'zi arzon emas. $65 ketsa kerak. No, почти угадал. $66 ketdi. Endiga qilayotgan ish biz ishga chiqishdan oldin to'g'ri bitta kofe icha. Ertalabdan beri, turganimdan beri kofe ichganim masalan. O'sha bosh og'ribdi. Kofe ichmasam men o'sha nerv qilib boshladim. Kofe maydachasidan ichamiz, ha? Ichiga qitta yog' solaman men. Chunki ya'ni dog' ichmoqim kelmadi.
Har xil kofechalari bor. Mana yoqayotgani o'sha Brazilian medium degani yoqadi. Oh, it's good. Короче, mana nimam bor-da? Kartam bor biladi. Har zamonda kofe bepul beradi. Mana bu safar bugun ham bepul bo'ldi kofe. Hatta o'zi 2 dollar 19 sent. Kofe bepul bo'ldi, короче. Kuni boshlanishi yomon emas. Qorin to'ydi. Zapravka bo'ldi. Bepul kofe bor. Shu bugun 300 dollar ishlab kelsak, oqshomgacha yomon emas, normalniy bo'ladi. Endi jilani bo'lsa 400-500 ham ishlasa bo'ladi. Endi menda bunaqa jilani yo'qdi. Mana ayam ishlash uchun do'g'maganlar. Ha, kofecha tayyor. Thank you. Thank you boss. Odamlar biram yaxshi. Bir-birlariga to'g'ri kelib qolsa, men ham qilaman. Eshik ochib beradi. Odamlar bir-biriga eshik ochib beradi, eshik ushlab turadi. Marhamat, keling, o'ting, sizdan keyin, o'zingizdan bo'lsin. Ha, приятный odamchalar. Lekin rayonga qaridi-da. Bu downtown Los Anjelesga ketsangiz, bo'lmayam ustingizga tuflab o'tsa ham kerak. Men yashagan joylar unaqa joylar emas-da bu yer. Prям energiya kiribdi, energiya. Mashidan shunday energiya kelyapti. O'sroq go'ta arpavon bahona deb eshitganmisizlar? Ana shu mana qanday aytilgan, shu mana aytilgan mana shu narsa. Bahona ko'pda, kamera yo'qdi, uni yo'qdi, bunisi yo'qmidi. Bo'z masalan, mana hozir snimat qilayotgan kameram Osmo Action 5. Eng zo'r kameralardan bittasi endi, action kamerachidan yaxshisidan bittasi. Kачествоsi yaxshi emas. Osmo Pocket 3. U ham yaxshi emas. iPhone ham bor, balo ham bor. Yana uyda yana kamera bor. 360 kamera ham bor mana bu yerda mana. Hamma narsani syomka qiladi. 360 kamera ham bor. Ming xil bahona. Harakat qilaman endi YouTube'ga vaqt ajratishga harakat qilaman. U safar ham va'da berdim shunaqa deb. Eksperimentalniy rolik bir hafta mobaynida dushanbadan boshlab to yakshanbagacha kuni qiziq voqealarini bir syomka qilib, kesib qo'yaman. Keyin agar yaxshi bo'lsa montajini ko'raman. O'zimga ma'qul bo'lsa, dushanbadan yana boshlab 1-2 hafta shunaqa qilib eksperiment qilmoqchiman. Agar ma'qul bo'lsa sizlar, agar prosmotr bo'lsa, like-payklar bo'lsa, endi bu degani bilan gadoylik qilmoqchi emasman. Like bosinglar, kommentariy yozinglar deb gadoylik qilish niyatim yo'q. Конечно, yoqsa yoki video yaxshi bo'lsa, odam bosadi. Instagram yoqmagan tomoni, Instagramda zo'r podpiska keldi. Instagramda hozirdan men adashmasam 66,000 podpiska kelgan. Obunachilar deymiz. Lekin yomon tomoni nimada ekan? Video qo'yasiz, siz qo'ygan videoni Instagram sizni podpischalaringizga emas, begonaga ko'rsatadi. Begona keladi, podpiska qilib qo'yadi. Keyin yana video qo'yasiz, yana begonaga ko'rsatadi. Yana podpiska qilmagan odamlarga ko'rsatar ekan. Yaqinda bildim men shu narsani. Instagram yana minus tomoni shunisi-ki, Instagramda siz obunachilaringiz yoki begonalar ko'rish uchun videolaringiz juda ham hype bo'lishi kerak. Endi bizda hozirgi zamonda hype video nima bo'lib qolgan? Kod qimillatish kerak, yo biron kim so'kish kerak, yo biron kim bilan olishish kerak, ha? Mana shu video qo'ysangiz, da populyar bo'lib ketasiz yoki vi prosmotr o'zingiz uchun obunachilaringiz ham ko'radi. Agar unaqa video qo'ymasangiz, vlog o'zingiz haqingizda va bunaqa Amerika hayoti haqida qo'ysangiz, kuchuk ham ko'rmaydi. Ko'rmoqchi bo'ladi sizni obunachingiz, qiziqadi, lekin ko'rsatmaydi. Ya'ni rekomendatsiya shunaqa yomon ishlar ekan, yaxshi emas ekan. Mana shunisini bilib qoldim. Rubrika deyman, nima deydi uni? Mana shunaqa format, ya'ni vlog formati ma'qul bo'lsa, birinchi o'zimga ma'qul bo'lishi kerak, gap ochig'i. O'zimga yoqmagani uchun men ancha-muncha video snimat qilganman. Uyda jostki diskda yotibdi. Montaj payti shuni tashlab qo'yganman, yoqmagan deb, yaxshi gapirmaganman deb tashlab qo'yganman. O'zim yomon kritikdaman. Agar o'zimga yoqsa, o'zim qilayotgan video keyin YouTube'ga qo'yamiz. Sizlarga yoqsa, nima qilay? Like, paykmi, bir kommentariy bilan, yo ma'qul, shunaqa format ko'ramiz, qiziq deydigan bo'lsangiz agar bir vlog formatda yasab qo'yamiz. Instagramda mana siz bilan o'tirib chaqchaq qila olmaymiz-da. Instagram shunaqa kontingent ham shunaqa-da, ko'radigan odamlar ham shunaqa, bunday qaraydi, qiziqmasmi o'tkazib yuboradi. Bunday qaraydi, qiziqmas o'tkazib yuboradi-da. O'zingiz obunachilaringiz ko'ra olmaydi uni, ko'rsatmaydi. Algoritm yoqmadi menga. O'zi oxirgi payt Instagram chota nima bo'lib qolgan. Algoritm qanaqa ishlaydi? Bir xil qop-qorong'ida hech narsa haqida snimat qilmagan videolaringiz 200 mingta prosmotr bo'lib ketadi. Yaxshi video snimat qilgansiz, montaj qilgansiz 5 mingta prosmotr bo'ladi. Men sizlarga Google kartasini ko'rsatmoqchi edim. Yangi chiqqan kartasi. Google'dan yangi HD karta chiqqan, mana bunday palasalar polностью ko'rsatadi 3D qilib. Bu endi imенно Sputnik emas, bu shunaqa 3D kompyuterning grafika ko'rinibdimi sizlarga? Palasalari. Apple'dan ham bor, Apple'dan ham shunaqa chiroyli, juda ham chiroyli Apple'ki.
Mana Sputnik variant mana yoqmadi. Gap ochiq. Hatto Yandexdan ham bu, Yandex kartadan ham Moskvada ishlaydi. HD karta deb chiqargan. Birinchi Apple chiqardi 2021-yilda. Asosda boshqa hamma shaharlarga chiqaryapti hozirgacha. Asosda keyin Yandex tez o'g'irladi. Yandex молодцы. Darrov o'g'irladi. No, ideyasini o'g'irladi. Endi zaimствовать qiladi, ya'ni man za, ya'ni творческий zaimствовать qildi. Juda ham chotka. Google esa endi chiqardi. Zato Google butun Amerika bo'yicha ishladi deb. Butun Amerika. Sirazi butun hamma joyda birdan ishga tushdi. Apple'da oz-moz ishga tushdiki, Google'da prям hamma joy ishga tushdi deb va'da berdi. Mana shunday chiroyli qilib ko'rsatadi. Men qorin g'amida restoranchani oqtarib keldim. Kalt ichida qolib ketdi. Mashina bagajda vechtamli suv bor klientlar uchun. O'zim uchun aslan klientlar ko'p ichmaydi baribir. Bitta yarimtasi ko'rib xursand bo'ladi, suv borligini ko'rib ichadi. Atak aslan o'zim ko'p ichaman. Joyicha sirazi birinchi bu bo'shatib qo'yganda kimdir mana. Atak hamma joy bitkom. Odamlar mashinani joy yo'qtirib yuribdi. Shunday kelganimdan joy bo'sh. Menga joy saqlab qo'yganlar. Restoran tagida. Restorancha. Endi fast food deb bo'lmadi buni. Chunki shashlikcha pishirib beradi, o'z masalada ko'rsataman. Mana juda ham yoqadi. Kebab shop. Men shuni o'rganib qoldim shulara. $20 bo'ladi, bitta plate olasizlar. Kebab shop. Kiramiz. Kassasi ham bor, bir de planshetchadan o'zingiz zakaz qilasizlar. $19 07 sent. Tip yemaymiz chunki o'zimiz zakaz qilamiz. Tip so'radi. Men shuni apparatchalar yomon ko'raman. O'zlaringiz обслуживать qilib zakaz qilyapsizlar. Choy puli ber deb so'raydi. Voy, u meni обслуживать qilsa, ofitsiant bo'lsa, choy puli bersangiz bo'ladi. Sizlar ovqatcha obzor qilib, olib kelib berlar. Men chaqiradimi deb o'yladim, chaqirmadi, olib kelib edi. Mana bu birinchi safron, bu shashlikcha qilib pishiradi. Sixini olib qo'ygan bir payt sixi bilan birga beradi. Bir de grechskiy salat, bitta pitacha souschasi bilan. Mana shu $20. Damashni mazali yoqotdi, chem burgerlarga qaraganda. Hatto burger yoppon amerikancha o'xshab ketibdi. Kalla, mana bu yelkali arriq, qorin chiqib, gut chiqib ketadi-ki. Yoqimli ishtaha, meni ham sizlar ham. Hammaga доброе утро. Italyandan men ice ofitser chaqirgan. Ice emas, ISAP deb eshitgandirsizlar, может быть. Частный kompaniya meni qamoqdan chiqqanimdan keyin oyog'imga braslet taquvdi o'sha kompaniya. Ya'ni o'sha kompaniyaning menejerlari meni monitoring qiladi, qochib ketmasligim uchun, vaqtida suvda kelishim uchun, короче, opekunstvo qiladi. O'shalar meni chaqirgan uchrashuv. Ofisga chaqirgan. Bir oyda 2 oyda bir marta chaqiraydi. Chunki bir oyda 2 marta ketyapman-da. Nima u kun ketdimki desam, bilaman kelib ketishing kerak dedi. Yuragi havuchlab ketyapmiz ertalabdan. Bu safar ham ashana qilib chaqiruvdi. Uni ice chaqiruvdi. Keyin bir chaqchaq qilamiz deb chaqirdi, olib ketib qamoqqa tiqib 6 oy ushlab o'tirdi-da. Mana bunisi ham chaqiryapti. O'zi kech qolib keldim. Kech qolyapman. 9:30 ga chaqirgan, 9:34 bo'ldi. Parking yopib qo'ygan. Parking yopiq. Единственный parking mana shu zdaniya. Bu zdaniya katta. Ichida har narsa bor. Bellarda mashina qo'yish mumkin emas. Kerak qo'y ekanim men mashina. Men ketdim, ta kirib chiqay qani. Sog'onaman chiqsam kerak. What sign is chiqdim ofisdan, normal, hech kim qamamadi. Qo'l qo'yish kerak bo'ldi dokumentda, qo'l qo'ydim. Faqat minus tomon 1 soat ushlab o'tirdi. 1 soat kutib o'tirdim-da. Odam ko'p, ochib kelgancha. 9:30 ga chaqirgan, 10:30 da kirgazdi. Bu kishi liftdan tushmoqchilar. Biz peshkom tushamiz, bo'lmaymi bilan. Hech naqamida. Yursak. Bodan tarbiya bo'ladi. Chiroyli palmachalar. Black coffee'ni o'zi tayyorlayotgan ana ular kofeni обжаривать qilyaptilar. Ko'rinibdimi yo'qmi sizlarga? Kofe обжаривать qilyaptilar. Chiroyli joycha o'z dvorikchasiga chiqishga harakat qilamiz. Yomon joy emas. Zakaz berdim, bitta dvorikchasiga qarashga chiqdim. Mana bu dvorikchasi. Odamlar o'tiribdi bu yerda. Joy bormi yo'qmi dedim. Joy bor ekan. Hozir kofemiz tayyor bo'lsa, o'tirib olamiz bironkida. Qiziq joy. Bir ustaxona bo'lgan, garaj.
ustaxona, mana bu yerda eshik, u da eshik. Ustaxona, garaji, mana shu chiroyli joycha qilib olgan. Dvorikchasini qayirgan. Endi bu yerlar pромышленный zona bo'lganda bu yer avval. Odam yashamadi bu yerda. Zo'r joycha qilib olgan lekin. Odam, klient bitkom. Starbucks o'xshagan darrov o'zlari ham merch qilib olganlar. Bakal sotibdilar. Termoschalar, shapka, bloknotchalar, sobun, ruchnoy tipa, домашний sobun. И futbolka kiyimlari ham bor ekan. И kofeni o'zlari yasatibdilar. Uda yasatibdi kofeni, bilan sotibdi. Odamlar olib ketibdi. Realno kelib olib ketibdilar. Kofesi mazalik deb yozilgan. Ha, даже напитки у них, напитки есть, прикинь. Интересный joycha ekan-a. Bitta shunday joycha ochib olish kerak. Voy. Bombello. Ko'rasan sendvich degani keldi. Sosiska deb yozgan edi. Sosiskaga qarang, sosiska. Какой-то это мясо это. Я думал, это сосиска будет. Короче, mana shu narsa kofe bilan mana shu ikkovi $15 bo'lgandir. Kelmadi уведомление, что-то men Apple Pay'dan to'ladim. Уведомление kelmadi. $10 ko'rasan edi. Tak, mana dvorchasi chiroyli, odamlar o'tiribdi. Hamma kampda o'tiribdi, bekorchilar. YouTube ko'ribdilar. Короче, yoqimli ishtaha, sizlar ham, meni ham. Qorinchani to'yg'azib chiqdim. Tashqarisi ham mana garaj bo'lgan avval, chiroyli joycha. Joyi chiroyli. Ta'miga kelayotgan bo'lsak, ovqatchasini bo'ynaki sendvich ta'mi 50-50 buna yog'lik. Buna qaytib kelib yetgan emas, kofesi lekin беспонтовый. Вот kofesi беспонтовый, уже men kofe ichib o'pdi kofe ichmoqda. Farqiga topgan kofeni. Kofesi как будто barvaqt urilgan. Pishib uspet qilmagan, kofe barvaqt urilgan, yosh kofe. Keyin uni majburiy qovurganlar. Keyin mana shunaqa keslikcha ta'm qoldiradi. Kofesi ni о чем. Вот tupa zapravkani kofesi, mana Chevrondagi zapravkan kofesi mendan yaxshiroq. Kofesi juda ham yaxshi emas. Так, дети, мы куда едем? Reptile Factory Garden. Biz ilon olishga ketibmiz, ilon. Qizim pitomit so'radi. Она хочет питомец, но змею, python. Ha? Pythonmi? Ilon, katta ilon olishga ketyapti. Bachasini olamiz, katta bo'laydi. Qizim ilonlar yaxshi ko'radi, drakonlar yaxshi ko'radi. Hozir magazinga ketsak ko'rsatamiz sizga. Я сейчас читаю книгу про драконов. Drakon haqida kitob o'qibdi. Biz keldik. Turdingmi? Yotib qolganmi? Ketdik, magazinga kiramiz, qani? Ilonchalar qanaqalardan bor ekan? Iloncha olamiz, iloncha. Reptile Factory. Переводni bilmayman degan qizim bilan. Hozir, bir sekund. Biz magazinga kirdik. Kattasi bor ekan. Это большой. Ilon bor ekan bu yerda. Piskal pasta bor ekan. Sotiladi, bilmayman, narxini hozir so'rab aytib beraman sizlarga. Yeydigan ovqatlarni sotar ekan bular. Uychalari, akvariumchalari, nimadir market qilibdi meni ham. Kameram. Kamera market qilibdi nimadir. Yeydigan ovqatchalari, keyin akvariumchalari. Ящерица. Привет. Это тоже она большая. Я не знаю, ящерица yomon ko'raman. Men ilonni yomon ko'raman. Men qizim olib bering deb garang qilganim uchun olib keldim. Olamiz endi, boshqa iloji yo'q. Qizim uchun hamma narsaga tayyorman. O'g'lim bo'lsa yo'q dedim. Nima deding men otini? Это альбайно Arctic Anaconda. Men aytibman, aylatib olib keldi-da, dada $75 beradi deb olib keldi. Men deyapman, qizim $450 ekan-ki, qimmat ekan-ki desam, modelni aytib beribdi, ilonni modelini aytib beribdi. Drakoni, ilonni hammasini modelini biladi. Вот, смотри, какой красивый. Bacham shunaqa bilan ilon yaxshi ko'raman, вообще. Men bachalarimni необычно o'zim o'xshadi, Marsdan tushgan. Вот это змею любишь, что? Bu yomon ko'radi. Bu котёнок хочет, uni котёнок хочет. Bu o'zima ketgan, bu devona, bu o'zima ketgan devonacha. Is this an adult? No, this one is like a younger juvenile. Tegimma, sen qo'lni yuvmading-ki. Qara, подожди, я тебя сниму. Bu devona qiz, bu devona. Men qo'rqibman buni ushlasha. Тебе нравится? Ты хочешь его домой? У я ilon ketamiz biz tog'lar. Ты тоже хочешь змею? Нет, он не хочет. Смотри, это хочет. Он yoshini bo'libdi.
ayol kishi ekan, ayol female ekan, arzon ekan. 49.99 agar narxi 419 bo'lmasa so'rab ko'raman yana. $50 deb yozgan. Python ko'p qimmat bo'lmadi, kepamoymi? Bu Python xohlabdi, chunki Python katta bo'ladi, tipa katta bo'lib ketadi. O'shani ilon xohlabdi. Tushunaymi? Всё, мы его покупаем. Да? Хочешь домой? Buni yegani, u короче, lampochkada yotish kerak ekan bu, bo'lmasa o'lay ekan. Tak, qizim pul yig'gan, mana kassasiga $1 mana ustiga qo'ydim, ayasi ham qo'ydi. Alatib olib keldi. O'zi ilon $50. O'ychalar $350 bo'libdi-da. Qolgani o'z darasiga kartasidan. Hozir narxini aytaman chiqsam. Tak, narsalar olib chiqib edi, mana o'ychasini oldik. Narsa qaralarni oldik. Ilon qizim qo'lida. Hozir u yerga ketib endi ilonchani qilamiz. Katta bo'lib ketay ekan bu. Bu debdiki 1 yildan keyin debdi kattasidan olasan, san bo'ying barobar bo'ladi. Bu temol ayol kishi bu debdi. Katta bo'lib ketadi debdi. Voy deyona qizim ha. Ketdik. O'tiring. Mana o'g'lim kachonka xohlabdi, o'g'lim kachonka. Men doppanki qizim yaxshi o'qidi, qizim nechta faxriy yorliq olgan. Maqtov yorliqlari kim nimalar olgan qizim. O'ya olib kelganda, kim qancha o'yda. Sen ham yaxshi o'qi, o'g'lim, men sana котенка beraman. Да? Договорились? Всё, ты тоже будешь учиться, когда тебе будет 10 лет. Да, это через 5 лет. Men sana o'zim котенка beraman. Yoshligim esimga tushib ketdi. Yoshligimda kuchuk so'ragan edim. Bobom, Xudo rahmat qilsin, bobom kuchuk olib keldilar. Kim qildilar? Har xillaridan. Unam bor edilar, Xudo rahmat qilsin, unam olamdan o'tganlar. Unam haydab yuboradilar, qo'ymaydilar. Yomon ko'raman kuchuk, yomon ko'raman pishak deydilar. Hozirgi ota-onalar bachalariga hamma narsani ruxsat beradi. Men aytibman-da, men kuchuk xohlagan edim butun umr. Shunday xohladim kuchugi. Qo'ymaydilar. Sana ilon razreshat qildilar. Молодец, topganligini. Bular yoshligida yashamog'ing keladi. Eshitmadim bunaqa nolimoqchi emasman. Gap qilmoqchi ham emasman endi. Esimga tushib ketdi-da. Hozirgi yoshligi baribir biladi, bachaligi mazzada. Hamma shart-sharoiti bor-da. Biz bitta velikchani almashib hamsiya bilan haydaydik. Hamsiya biz bitta velikcha bo'laydi. Almashib o'chirib bilan haydaydik. Bittasida Tetris bo'laydi, o'ynaydigan Tetris. O'chirda turib batareyka olib beraydik, uni sotib olib beraydik, o'chirdan o'ynaydik Tetrisni. Hozir bular qo'lda PlayStation, Nintendo Switch hamma narsasi bor. Молодец. Zo'r zamonda yashayapmiz. Bomba. Ha, yuribdi mana. Qo'rqibdi. Qo'rqoq ekan. Tilchasiga qara mana. Uychasini qayribman men o'zi. O'yin qayrib to'g'rilib biz. Samolyot yuribdi. Samolyot deyman, u samolyot o'ynamadi deyona. O'g'lim samolyot o'ynamoqchi bilan, samolyot o'ynamoqchi bilan. Men sana katoniga olib beraman, shu katoniga bilan o'ynaysan. Zmey, go'shtamsizlar, zmey. Xotin qo'rqibdi. Qochib ketdi. Kino ko'rib o'tirdi xotin. Ha, yuribdi. U joy yo'qtiribdi. Всё, ol zmeykeyin ol ketdik. Men uychasini yasadim tog'alar. Hozir uychasiga qo'yamiz dam olsin, ha? Давай, всё, забери. Всё, молодец. Ну-ка, покажем подписчикам, покажем. Python, yoshgina Python. Narxini aytdimmi yo'qmi? Короче, $50 zimaya bo'lsa $300 uyi bo'ldi, $350 bo'ldi. Uyi, keyin mana bu narsa qaralar, ro'z ko'rsatamaslar. Всё, короче, tog'alar, ichida xasini bedi, mana bu daraxtdan qilingan ikkita uycha, mana plasmaslik, o'sha yoshini ekan o'shaning ichiga kirib. Suv ichayotgan, men ichiga suv qo'ydim. Mana bu lampochka, ichidagi lampochkasi bilan birga issiq bo'lish kerak ekan, issiqda kirib yotar ekan. Issiq bo'lar ekan mana bunday qilsa. Ne, вот сюда, чтобы он упал. Mana shu hammasi uychasi bilan birga ilon bilan birga $350 bo'ldi. Bilmam bir 10% mi qanchadir skidka berdi. Adashmasam. Iloncha biz uxlatdik. Qorong'i ko'rinibdi. Narsalar oldik. Biz plyajga ketibmiz bachalar bilan. Plyajda oyoq cho'zatib dam olamiz. Chaylacham oldim, chaylacham. Plyajda dam olib kelamiz, ketdik. Подожди, завод qilish kerak, zavod qil. Заведи машину. Да, заведи. Всё, задний. Поехали. Нет, назад пойдем. Да. Всё, поехали вперед. Молодец. Давай. Да, еще чуть-чуть. Молодец. To'g'ri endi, to'g'ri. Не сильно. Там бордюр есть. Aqlli bacha bo'lmaydi. Biz mashina haydabmiz. Встречка kelibdi. Bahor bo'layib o'tasan o'g'lim. Qismasdan, shunday qismay.
Ustiga qarab haydang, lekin qismang bilan. Devonacha bu devonacha, mana o'tiribman, haydab ketadi. Bo'ychasi yetmabdi-da, senlik to'g'irlash kerak, yo'laqa. Ha, to'g'ri. Power nega yo'qsiz yo'l beraydi? Odam bitkom. Joy yo'qdi, aylanib kelib, axir topdik bir qilib joy. Oldingizmi qizim? Ketdik. Всё, закрываем. Plyajda o'tirib dam olamiz. Kartam olmadim, bu Apple Pay nima chiqmaygan, bu fizический karta chiqish kerak. Приложение olar ekan, 4 xil приложение olar ekan. Как раз menda bor ekan buni приложениесі. Park mobil degandan o'zi to'laveramiz. Soati bir $2 edimi, $3 edi, topolmayman. Soati $3 deb aytyapman. Xotin debdi-ki, "Yo, u safar $30 beruvdik" debdi. Rostdan $28 bo'ldi 3 soati. Bir qimmat ekan, esimdan chiqibdi. Men qayerdir qo'ydim приложение bilan shu $3 edi-da. Kelibmiz. Odamlar kelibdi mana. Bitkom. Bir populyarniy joyda nimasi populyarniy? Mashin bilan shuni, "Hey, nельзя так. Mashin bilan shuni tushasizlar. Shunday peshka mana o'tasizlar." Shunisi udobni, shuning uchun populyarniy, odam ko'p, bizda семейныйлар keladi, bachaliklar, mana uychalar bilan birga keladilar. Shuning uchun bitkom ber. Sal nariroqqa ketsa bo'laydi, yo'qmadi ketish. Era yuragi silablar kelish mumkin emas. Chunki bu yerda hammasi endi yarim yalang'ochmi, endi bikinida yuribdi-da, hamma ham to'g'ri kiymaydi u narsalarda. Meni yomon ko'rgan narsam hammasi kalonka bilan keladi. Ba'lan qilib, bag'abi yana meksikanskiy qana muzika qo'yadi bir xillari. Yoki rap qo'yadi, boshim og'ritadi, chakkaroqqa ketibmiz o'qtarib. Uylari bilan kelgan narsalar qaralari bilan pizza pishirayotgan apparatlar bilan kelganlar. Devona xona. Uylacha, chaylacha, uycha, chaylacha. Girib oldim-chi bachalarim bilan. Qizim kitobni olib kelgan, kitob o'qibdi. O'tiramiz hozir okean tomosha qilib. Tarvuz ham, mevachalar bor ekan, tarvuz yeymiz hozir. Videoni ko'rganligingiz uchun katta rahmat. Agar YouTube'da prosmotr normal bo'lsa, har hafta qiziq voqealardan bir shingil snemat qilaman. Ko'rganligingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.